birovning hisobidan kun ko'rayotgan, pulni qayerdan kelib, qanday bir mehnat mashaqqat evaziga kelayotganligini bilmagan odamni sarflashini ko'ring. Rossiyada qanaqa qiyinchilik bilan pul jo'natayotganligini bilmayotgan enalarimiz pul sarflashini ko'ringlar. 2 yil betob bo'lib, bemor bo'lib, yurtidan, bola chaqasidan uzoq bo'lib, qiylanib top kelgan erni bitta to'y o'tkazadi. Shuni yerini soqib turib, boring yana. O'zi bitta qo'shga kasal bo'lib kelgan edi. Endi yana ketadi. Beri olmaganda noinshir ko'p. O'zini farzandini uzoq musofir yurtlarga jo'natgan aka-ukalar, opalarimiz ham eshitadi bu ma'ruzalarda inshaalloh. Qanaqa qiyinchilik, mashaqqat evaziga topib jo'natayotganligini jiddiy mulohaza qilinglar. Qadriga yetinglar, isrof qilmanglar, chunki bu farzandlar, bu juft halollar, bu safar yurganlar. Keyin ham kerak bo'ladi sizlarga. Qadriga yetinglar.